Salom do'stlar, darsimizga xush kelibsizlar. Eslatib o'taman, biz Sog'liqli Hangugo 1 kitobidan o'tyapmiz. Bugungi darsimiz kitobni 3-yuniti, keyingi 2-darsi bo'ladi, ya'ni 2-yarmi. Bugungi darsimizda noun eso grammatikasini o'tamiz. Noun eso degani da qo'shimchasiga kiradi, ya'ni biror yerda, masalan, uyda, bog'chada, ko'chada shunaqa eso da qo'shimchasini bildiradi. Keyingisi an verb deb qo'yganman, ya'ni negativ ish harakatni bildiradi. Bu degani degani biron narsani qilmaslik degan ma'no kelib chiqadi. Masalan, andan keyin qanaqadir fe'l keladi. Shu holatda masalan o'qimoq bo'lsa, anni qo'shsak o'qimaslik kelib chiqadi, ya'ni o'qimayman degan ma'no kelib chiqadi. Mana shunaqa grammatikalar o'tamiz. Demak, birinchi esodan boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, noun eso biror yerda degan ma'no bildirib, o'sha da qo'shimchasini beradi. Masalan, chibeso bo'lsa, chipni oldiga esoni qo'shyapmiz. Chibeso degani uyda degan ma'noni beradi. Chonin chibeso chegil ilgoyo. Men uyda kitobni o'qiyman degan gap hosil bo'lyapti. Kikchang eso, kikchang degani teatr degani. Bunga esoni qo'shib qo'ysak, teatrda bo'lib qoladi. Tomin kikchang eso yongigil heyo, ya'ni Tom teatrda yongigil payo, teatrda tomoshani ko'radi degan gap hosil bo'lyapti. Xo'p, mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi sizlar bilan yana ham bir ikkita misollarni ko'ramiz. Masalan, Soul Takyo eso boshqa desa bo'ladi. Hangugo를 배워요. Masalan, Seul universitetida, Seul Takyo degan universitet degani, Seul universitetida koreys tilini o'rganaman degan gap hosil bo'lyapti. Keyingisi masalan, Chibeso Chibeso 밥을 먹어요. Uyda ovqat yeyman, uyda ovqatni yeyman degan gap hosil bo'lyapti. Endi bu yerda yangi so'zimiz Takyo so'zimiz bor. Bu aytib o'tgandek universitet degan ma'noni beradi. Xo'p, eso grammatikasi mana shundan iborat edi, o'rtoqlar. Keyingi grammatikamiz an verb, ya'ni andan keyin qanaqadir fe'l ishlatiladi va ana shu an so'zi fe'lni negativga aylantirib beradi. Masalan, heyoni oldiga anni qo'shib qo'ysak, anayo bo'lib qoladi. Qilaman degan fe'limizni qilmayman degan fe'lga o'zgartirib beradi. Yoki bo'lmasam, kayoni oldiga ankayoni qo'shsak, bormayman degan fe'l hosil bo'lib qoladi. Yoki mogoyoni oldiga anni qo'shsak, ammogoyo bo'lib turib, yemayman degan fe'l hosil bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi misollar bilan yana ham batafsilroq tushuntirib beradigan bo'lsam, masalan, Hiyen 씨는 고기를 안 먹어요. Hiyen shi ko'gi, ya'ni go'shtni yemaydi degan gap hosil bo'lyapti. Agarda men bu am bo'lmaganda, ko'giril mog'oyo bo'lganda yeydi degan gap bo'lardi. Hiyen shi go'shtni yeydi degan gap bo'lgan bo'lardi. Lekin bizda an bo'lganligi uchun, yemaydi degan gap hosil bo'lyapti. Buni bilib olsanglar bo'ladi. O'zlaring uchun qayergadir borsanglar, ko'giril ammogoyo desanglar, o'zlari tushunadi, sizlarga go'shtsiz ovqat beradi. Chunki bu yerda go'shtlarni bo'lmaydi. Xo'sh, yana misol aytadigan bo'lsak, masalan, menga kimdir savol beryapti. Ismim Ulug'bek bo'lsa, Ulug'bek 씨는 한국어를 배워요? Ulug'bek shi koreys tilini o'rganasanmi? deyapti. Men aytyapman, 아니요. 저는 한국어를
Ampevoyo. Men koreys tilini o'rganmayman, chunki o'rganib olganman. Men koreys tilini o'rganmayman deb javob beryapman. Agarda mana shu am bo'lmaganda, chona hangugor pevoyo bo'lganda koreys tilini o'rganaman degan gap bo'lardi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. An mana shunaqa strukturada ishlatiladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mabodo men bu heyo bilan ko'p fe'llar ishlatiladi. Heyo degani o'zi qilaman degani. Endi qilamanni oldida ko'p narsa kelishi mumkin. Masalan, kitob o'qiyman emas, mashq qilaman yoki bo'lmasa vazifa qilaman. Aytaylik, undong heyo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Undong heyo degani o'zi aslida ikkita so'zda. Mana bu mashq alohida, heyo o'sha qilmoq fe'li. Mashq qilaman degan bo'ladi. Mana shu yerda andi qayerga qo'yish kerak degan savol bo'lishi mumkin. Ko'pchilik andi boshiga qo'yib qo'yish mumkin. An undong heyo deb turib yozib qo'yishi mumkin. Lekin bu narsa xato bo'ladi, o'rtoqlar. Andi har doim heyodan oldin qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa ikkita so'zli fe'l bo'lib qoladigan bo'lsa, har doim andi heyodan oldin qo'yishimiz kerak. Ya'ni undong an heyo desak to'g'ri bo'ladi. Undong an heyo desak to'g'ri bo'ladi. Shuni ham o'zlaring uchun bilib olganlaring yaxshi. Endi undongni oldiga ilda qo'shib qo'ysak ham to'g'ri bo'laveradi. Ya'ni mashqni qilaman bo'ladi. Olib tashlasak ham to'g'ri bo'laveradi. Lekin yozuvda har doim undongni oldiga ilda qo'shib yozishimiz kerak bo'ladi. Undongil heyo yoki undongil an heyo bo'ladi. Endi yana misol aytadigan bo'lsak, shunaqa so'zlardan sukche. Sukche degani vazifa, uyga vazifa degani. Olasak sukcheril heyo desak ham bo'laveradi yoki sukche heyo desak ham xato bo'lmaydi. Sukche heyo desak, qo'shib yozsak bo'ladi, qo'shib yozishimiz kerak bo'ladi. Endi andi qo'yayotgan paytda andi o'sha aytib o'tganimdek heyodan oldin qo'yishimiz kerak. Ya'ni sukcheril an heyo bo'lish kerak. Ham bu andi mana bu yerga qo'yib qo'ysak bo'lmaydi, bu xato bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sizlarga menimcha ancha narsani o'rgatdim. Yana bu yerda bitta rubrikamiz bor, qo'shib ketishim kerak. Undan oldin birinchi tekstimizni tarjima qilib olaylik. Har doimgidek dialogimiz bor, dialogni ko'rib chiqamiz. Bu yerda Steven bilan Akira gaplashyapti. Steven aytayapti: Akirashi, chigim moheo. Akirashi, hozir nima qilyapsan? Endi Akira aytayapti: Kongbu heyo. Dars qilyapman. Endi Steven aytayapti: Tosogwan eso kongbu heyo. Ya'ni tosogwan degani kutubxona degani. Tosogwan kutubxonada dars qilyapsanmi? Akira aytayapti: Aniyo, yo'q, tosogwan eso kongbu anheyo. Ya'ni shu yerda men aytgan qoida ishlayapti. Andi demak heyodan oldin qo'yapti, kongbudan oldin qo'ymayapti. Shunga e'tibor berasizlar. Aniyo, tosogwan eso kongbu anheyo. Kutubxonada dars qilganim yo'q. Kutubxonada dars qilmayapman, deyapti. Endi Steven aytayapti: Krom odiso kongbu heyo. Unda qayerda dars qilyapsan? Krom degani, unda degani o'sha bironta negativ narsa eshitganingizda, anaqada nima qilyapsan, unaqada mana bunaqa ekan degan holatda ishlatiladi krom. Akira aytayapti: Chibeso kongbu heyo. Uyda dars qilyapman. Yaxshi, uyda dars qilsa ham bo'laveradi. Kutubxonada ham dars qilsa bo'laveradi, sharoit qilsa, to'g'rimi? Chibeso kongbu heyo. Uyda dars qilyapman. Xo'p, dialogimiz shundan iborat edi. Sizlar o'zlaring uchun bu dialogni 2-3 marta o'qib, tarjima qilib o'rganib olsanglar yaxshi bo'ladi. O'qish tezliklari ham ancha oshadi. Ko'pchilik yangi boshlaganlar har doim mendan so'raydi, o'qish tezligimni qanday qilib oshirsam bo'ladi deydi. Buni yo'li oddiy. Ko'proq o'qish kerak xolos. Boshqachasiga oshirib bo'lmaydi. Xo'p, yana bitta rubrika bor. Sizlarga qo'shib ketyapman o'tgan darsdan beri. Demak, biza yangi so'zlar o'rganamiz, o'rtoqlar. Tosogwanda aytdim. Endi Pekhajon. Pekhajon degani katta mol degani. Nima deb, qanday qilib tarjima qilsak bo'ladi? Xo'sh, savdo markazi deb tarjima qilib qo'ya olamiz. Ya'ni o'zimizda ham bor katta-katta savdo markazlari. Bozor qilib, bu yerda ko'pgina etajli bo'ladi va ko'p narsani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ana shunaqa savdo markazi bu. Pekhajon. Xo'p,
Endi Shijang. Shijang bu endi rostmana bozor. O'zimizda borib savdolashib, nimalar qilib olinadigan bozor bor-ku, ana shunaqa bozor bo'ladi. Odatda ko'chada, yaymada yoki dehqon bozorlarida bo'ladi-yu, ana shunaqa bozor bu Shijang. Koreyslarda ham bor, Koreyada ham shunaqa Shijanglar ko'p. Ko'chani ichlariga qilib olishadi, bozorchilar qilib. Kungwon. Kungwon degani bog' degani. Bog'. Yozuvni ham xotirib qo'ydik. Bog' deb yozib qo'ydik. Bog' bo'ladi. O'sha istirohat bog'i, aylanadigan bor yoki yana ham hozir park desak tushunsa kerak, bog' desak tushunmay qolmaydi, yana park desak tushunsa kerak ko'pchilik. Keyingisi coffee shop. Coffee shop o'sha kafeda, kofe sotadigan joy. Keyingisi Ko'kchang. Ko'kchang bu teatr desak ham bo'laveradi yoki kino qo'yiladigan teatr desak ham bo'laveradi, ya'ni kinoteatr. Ikkalasi ham to'g'ri kelaveradi. Keyingisi Hakkyo. Hakkyo degani maktab degani. Shiktang. Shiktang degani restoran, oshxona. Shunaqa so'zga to'g'ri keladi. Hesa. 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 Hesa degani ofis yoki kompaniya degan so'zga to'g'ri keladi. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar, bugungi yangi so'zlarimiz shulardan iborat edi. Bularni yodlab, o'zlaring uchun yodlab borsanglar foydali bo'ladi. Keyingi darslarimizda mana shu so'zlar ishlatilganda noaniqliklar bo'lmaydi. Xo'p, demak, darsimizni shu yerda tugatsak bo'ladi. Har doimgidek video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni tomosha qilganlaring uchun katta rahmat va o'sha Telegramda Ulug'bek Mahmudov o'z degan Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Obunda bo'lmasam, keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.